Assalomu alaykum. Hammaga uzun shinavandalari. Mana bugun biz Buxoro viloyatida 1-aprel 2025-yil. Mana bu yoqda mana oq agrotikanlarini tashab qo'yganmiz. Bular hammasi o'sha payvand bo'lgan, iskana payvandning ustiga mana shunaqa agro tikanlarni qo'yib, ustini soya qilyapmiz. Mana misol uchun mana shunaqa payvand bo'lganlarni har bittasini nimasiga mana shunaqa agro tekstil, agrovolokno deyiladi. Bet aptekalarda bor, ana shunaqa qilib ashab qo'ygan. Mana endi chiqarishni boshlayapti. Parfyum degan sort. Mana bu joker ekan. Xullas mana shunaqa. Mana bu uzun bog'imiz. Shu uzun bog'imiz. Mana shunaqa o'sha payvandlarning ustini shunday yopib tashlaganmiz. Mana bu yoqda ham yangi joy qilyapmiz. Mana shpalerani ustanovka qilib. Mana bu yoqda o'tzor joyini mana shu yerga sxema qilib mana o'sha ekyapmiz. Shunaqa. Mana bu yangi joyimiz. Yana nari yoqda joylarimiz ham bor. Xudo xohlasa o'sha yerga ham bog' qilishga o'sha niyatimiz bor. Mana bugun ekilyapti, o'shalar o'tkazyapmiz o'sha yangi navlarni. Mana shu yer ham xudo xohlasa uzun zo'r bo'lib qoladi. Keyinchalik keyingi yil keyin nari tomonga mana bu yoqda ham nima qilishimiz rejada bor. Xudo xohlasa. Mana bu общий обзор deyiladi-ku, ana umumiy joyimiz. Mana shu yerdan boshlanadi. Mana shunday mana shu yergacha. Xullas ana shunaqa. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.